Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube kanali ishqibozlari, Aziz Ekskavator kanalini kuzatib boruvchi muxlislar. Navbatdagi texnikamiz 1.5 pogrosshigimiz. Bu 1.5 ta haqiqiysi 7 tonnalik 92 kilovatlik komplektida beton qorgichi bilan Jizzax viloyati G'allaorol tumaniga ketdi. Narigi 125 taligimiz ham sotildi. Bundan bitta qolgan. Bunisi Xorazmga ketadi. Keyin 95 talik ekskavatorlarimizni kuzatib borayotganlar mashina bozorida ichida turibdi. 4 talasi ham sotildi, 4 ta. Shu 6 ta kelgan, 2 tasi qoldi. Shu kimga qiziq bo'lsa, beton qorgich komplektida 1.8 ga ham qo'yib olib beramiz. 1.8 da sizlar 32 mingga bitta pogroshiga olsalaring, biz 32 mingga uchida karmikisi bilan birga, mana shu beton qorgichi bilan birga, mana 20 litrlik motor, katta motori bilan ham birga mana dvoynoy qo'yilgan. Usilinni nimasi ham bor buni. Mana daryon toshini ham qoradi, tagida nimasi bor? Lyuklari bilan. Shu mana akalar texnikalarni bugun olib ketadi. Kimga qanaqa ekskavator kerakmi, pogrosshik kerakmi, murojaat qilaverasizlar. Aziz Ekskavator kanalini kuzatib boring. Muntazam O'zbekistonda birinchi raqamli narxlarni biz beramiz. 6 tonnalik pogroshiga meshalka tushmaydi. 6 tonnalik 1.5 kubalik pogroshiga oldim desalaring, u bizda 16 ming. Bekorga arzon emas, uni gidronasoslari kichkina bo'ladi, buni aylantira olmaydi. U tushmaydi, katta meshalkani daryon toshini qora olmaydi. Sababi bunda motor katta, bunda korobka katta, bunda gidronasos kattaroq qo'yilgan. O'sha uchun 7 tonnaligi bekorga qimmatroq chiqmaydi. Ekskavator qancha deb so'radilaring. Narigi minilari 37 dan sotildi. 4 talasi ham ketdi, 2 ta qolgan. Kim uspet qilsa, mana buni narxi, mana komplektida xohlasalaring telefon qilinglar, buni olinglar. Bundan qolmadi hozir nalichida, lekin zakazga olib beramiz. Bundan 3 ta kelganda 3 talasi ham sotilib ketdi. Manzilimiz Sergeli shu mashina bozorida oldida. Mashina bozorga to'g'ri kelsalaring ham bo'ladi. Muntazam kanalimizni kuzatib boringlar. Mana akalarimiz G'allaorolga olib ketadi, xudo xolasa. Charchamanglar.